Toshkent viloyati Nurafshon shahrida Akmalxon ukamiz fermasidamiz. Sveji partiyalar keldi. Akmalxon, Voka. hozir bitta tushadi, ko'rsatib boraveramiz. Instagram obunachilarga chiroyli narxda qilib berasan. Xudo xolisa aka. Mana chuporimiz nechta sut beryapti ekan va endi keldi, endi sinovdan o'tadi-da va 15 ta dedi egasi. necha pul qilib berasiz mana shuni? 28 million aka. Bitta kelishtiring. 27,5 million. Bo'ldi, dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Akalar, yangi partiya keldi. Ertalabki mollar sotilib ketdi уже. Ular mana hozir kelib tushyapti. Sutini ham bilmaydi-da. To'xtab turing Azamxon va bolasini ko'rsatib qo'ying yoniga. Qo'ying bolasini. Mana sigir aka. Qo'ying oldiga tushiraring. Qo'rqmang, olib tushing. Mana qanaqalari kelgan, qarang. Bo'ldi, olib kirib ketaveramiz. Bolasini ekan buni? Bolasi. Bolasi urg'ochi aka, ko'paysin. 27,5 million. 27,5 million. 27 ga bitarkanda u yoq bu yog'iga qilib. Xudo xolisa. Mana aka. Oling, maza qiling. To'liq video YouTube'da.